Yana davamı. Bugün Çistağa 2024 yıl 9. ayının 23. günü. Haftaga Düşenbe vatandaş. Yukarıdakini görüp öttük. Yukarıdaki mesele degen mesele adetteki mesele emas. Bir yerde Amerika Qo'shma Shtatlarının biz burun tekrarlaydigan Asiya siyaseti ve onun keyin o'zgargani masalan endi Tinch okean devletleri endi Tinch okean devletlerinin muqimligi, tinchligi, farovonligi ve burayında to'qinishdan saqlanish mushalar hozir navbatdagi siyosatlarga aylanganda Kurt Campbell'ning ana shunday yuqorida konkret siyosatni o'tirib qo'yganligi belki buni yani plan vasıtalardaki konkretlikni biz göremesek mi? Biroq bu yerdagi bir nokta Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati Osiyoga qisqartib aytsak, Osiyoga yo'tkaldi degan gap atandishi. Endi sizlarga ikkinchi masala sifatida so'zlaydiganimiz qanday masala desangiz, tunigunlardan so'zildik biz Şincin'de yüz bergen voqea 10 yaşlık balının öldürülüşü, facialik aldı öldürülüşü. Hazır Yaponiya çünkü münasebetini keskinleştirdi degen idi. Sen nada bakaçan da bir vakti bundan bir yıl 2 yıl burun mu? Yaponiyada atom radyoaktif maddelerinin taşqırıya denizge ekip ketişi degende bahane kılıp çünkü hükümeti tazılanmagan sonra denizge koyup berdi dep şu sebepten Yaponiyadan import kıladigan deniz mahsulatlarını çünkü bazarga kirişini çekleyen idi vatandaş. Endi bugünlerden çünkü Kompartiyası ve Bayanatçı Mao'nun efendine sözüyle etkanda çünkü Kompartiyası bu yolunu eçip etti. Mesela Yaponiyanın deniz mahsulatlarını kabul kıladigan oldu. Bu bir yıl içinde Yaponiyanın şunday şirketleri yani bilikçilik şirketleri ağır ziyan tartkan idi deyli. Endi bunu eçip etti. Bunun sebebi nime? Bu doğruda hazır Macun efendi nime dedi deseniz hazır çünkü Kompartiyası teslim oldu. Teslim olmadı. Taktiksi özgertti. Jükün dedi. Jüküngellik teslim bolğanlık emas. Teslim bolğanlık hesaplanadigan bolsa Cungu'nun aeroplanı ve avamat kişi harbiy parxodları Yaponiya deniz tavalligi kirmagan bo'latdi. Lekin bugün o bilik mahsulotlarini yani deniz mahsulotlarini Yaponiyadan import qilishning bu chorasini qo'yivetdi yoki cheklimini elivetdi. Bunun o'zi teslim bo'lganlik emas. Faqat taktikadagi burilish, jükünüş bilen kechirim so'raganligidan iborat. Belki kechirim demagan bo'lsa-mu. 10 yaşlık balının faciasından keyin Jungo hazır muş yolunu kullandı. Eçivetti Yaponiyanın deniz mahsulatlarını kabul kıldıgan oldu. Aynı çağda Amerika Qo'shma Shtatlari Hazırlık Devlet Mahkemesi bayanat e'lon qilib shunday degan edi. Yaponiya denizga qo'yib bergan su, yani atom radyoaktiv moddaları deyilgan su, tozalangan su, cheklangan su, bu suni Yaponiya o'zi bir taraf qilib bo'ldi. Deniz mahsulotlari bilan buning hech qanday munosabati yo'q deb Amerika Qo'shma Shtatlari bayonot e'lon qildi, lekin Jungo pisand qilmagani. Bugun uni qo'yivetdi. Bunun sebebini qanday tushunishimiz mumkin vatandosh? Şincin'deki vakadan ötenmedi, imtihandan ötenmedi, ötkelden ötenmedi. Düşendirip birenmedi. Siz öyle bakın, 9. ayının 18. günü senin tarihindeki Luguça vakası olsun değil. O tarihten tarih gitti. Bugün sen yani şunu sezgür vakit kılıp 10 yaşlık balını koçudu, mektep gitivatkan balını öldürdün, Yaponiyalık balını dedin. Hazır Yaponiyanın şirketleri ve şirket kadımlarının hepsi Jungo'dan çekinişle karar kıldı. Yani bu şundak ensizcilik içinde sen bilik mahsulatlarını Yaponiyanın kabul kılımız, import kılımız da vədə kelgen bolsan, nəyətə pasıb orunda ifade bildiriş.
pasıp orungu tushib qilib ifade bildirish. Yuqorida majun aytgandek jukunish, lekin taslim bo'lmaslik. Nima? Aeroplanni avatib turish, parxodni avatib turish, taslim bo'lmaslik. Bu endi hozir hamma odamga ayon bo'lganini aytdi. Kaltpamlik bilan o'ylab chiqilgan bir hiligarlik dema vatandosh. Hozir shundoq bo'ldi deyli. Endi buni tugudaylar. Tashqi ishlar ministri hozir Yaponiyaning tashqi ishlar ministri Çünkü nima degan to'q Yaponiyaning tashqi ishlar ministri buga yaponcha ismi kelibdi. Yaku Kamikawa. Buga Yaponiyaning tashqi ishlar ministri Yaku Kamikawa bu kishi bu yerda bir ish turdi. Qanday ishdan vatandosh? Davlat başlıkları yoki tashqi ishlar ministrlari hozir Washington, New York shahrida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığına kilovatı qatnaştı degan hesapta. Burun bular qandaq aeroplan o'ltirib keldi buni tushunmaymiz. Endi bugun Yaponiyaning tashqi ishlar ministri Yako Kamikawa maxsus aeroplan bilan New Yorkka yetib kelib, New York shahrida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın binasida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishadigan bo'ldi. Demek siz bunun ahvalının ciddiligini görüyorlar vatandaş. İki devlet oturuşki münasebet hazır deniz mahsullatları meselesi emas. 10 yaşlık bala. Ne için öldürüldü? Bunun cevap yok. Sen katilini kolga aldın dedin. Bu katil 10 yaşlık balın ne için öldürdü? Onun mudda maksidi nime? Endi gap aşkar olup ketdi de vatandaş. O 10 yaşlık bala ya bu Xitay qolgandi olmasa, ya bu 10 yaşlık bala ile o Xitay o'tirisi bir jidal chiqdi deydigan xabar bo'lmasa, 10 yaşlık bala bu çoğun adam bilen ya 44 yaşlık Xitay bilen nima alaqası var? Ya jidal alaqası yok, ya yol başlap menip degan gap yok, ya ki akashu potaqa degan gap yok, hiç nima yok. Qarab turib mektep ketayotgan bir balığı pichoq solib, onu shunday fojialik oldi o'ltirish deganni bunda qaraganda Yaponiya taraf bu qatam qabul qila olmadi vatandosh. Endi men tunugun dedim-ku, junguluqi popamchi millat davron soladigan davronxo'r millat. Lekin Yaponiya nayt asta, nayt yoshirin ifodasini chandurmay turib ishlaydigan davlat. Hatta o'tirg'i chiqqan ba'zi torbetlar nima deyildi? Diplomatik munosabatni uzish mumkin Yaponiya bilan Jungo degan yergacha kelishdi. Bu gaplar balki aldiran odamlarning so'zigan so'zi bo'lishi mumkin, lekin bugun shuni diqqat qilinki, Yaponiyaning tashqi ishlar ministri Yoko Kamikawa xonimning maxsus aeroplan bilan Tokiodan New York shahriga uchib kelishi ve maksat aydınki Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan kurashmoqchi bo'lganligi bu albatta endi bu yerda diqqat qiladigan, ya'ni Yaponiya Jungo munosabatiga diqqat qiladigan bir masala o'tirg'i chiqadi vatandosh. Hozirniki Yako Kamikawa Wang Yi bilan ko'rishganda tushuntirib qo'y, sabab nima? Deyishi kerakkan aeroplanga chiqishdan burun tarqatgan xabar ekan bu. Hazır nima deb so'zlashida atkilishi mumkin. Tushuntirib qo'y, nima? Bu yerda biz boshda aytdik-ku, maqsadi nima? 44 yoshlik bir Xitoyning 10 yoshlik bolaga pichoq solish maqsadi nima? Bu maqsad oshkor bo'lib qoldi da vatandosh. Hozir to'rbatlar nima dedi? Millatchilikni urg'utish, millatchilikni qo'zg'atish orqali Jungo kompartiyasi hokimiyatining navbatdagi krizisdan qutulishini qo'lga keltirish uchun chet el voqeasi, chet elga ketishlik voqea paydo qilib, birinchi bo'lib Yaponiyani tanlab oldi va 10 yoshlik bolaga pichoq soldi, yaralandirdi va oxiri o'lib ketdi degan yakunni Jungoning to'rbatchilari o'zlari yakun qilib o'tirg'i chiqaribdi vatandosh. Mutaxassislari chiqaribdi bu yakunni vatandosh. Hozir endi mushtarqa sizlarga so'zlagan so'zimiz mushu voqea tufayli Şincin'de 10 yaşlık balının Xitay tarafından pichoq solinib qazo qilishidan iborat mushu voqea Yaponiya Jungo munosabatiga nima elib keladi? Tashqi ishlar ministri Yoko
Kamikova xonim maxsus aeroplan bilan Nyu-York shahriga yetib keldi. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Endi sizlarga yana bir yetkazgan xabarimiz mavzu mundaq: urush girvigida İsrailiya armiyasi Livanni bombardimon qildi. 200 odam qazo qildi. Mavzuli xabar 9-oyning 23-kuni va Nyu Torbitida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Livan Allah partiyasi chaqirg'ichi telefon, buni Xitoy tilida BBC deydi-ku. Portlab İsrailiya harbiy harakatining pardasi ko'tarildi. Bugun 23-kuni İsrailiya armiyasi Livanga zo'r ko'lamda hujum qilib 300 necha nishonni bombardimon qildi. 182 nafar odamlar o'lib ketishini keltirib chiqadi. 182 nafar zo'r kishi degan gap shunami? Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. İsrailiya davlat mudofaa ministri Yoav Gallant mundaq ko'rsatdi. Taki shimoliy tarafdagi aholi bexatar holda oilasiga qaytishdan burun Livanga zarba berish, Livan davlat ishidagi nishonlarga zarba berishni to'xtatmaymiz. Bu so'z Livan bilan İsrailiya o'rtasida umumyuzlik urush portlashining qosh bilan kirpik orasida qolganligini ko'rsatib berdi. İsrailiya vaziri Netanyahu bugun mundaq ko'rsatdi. Hamas İsrailiya urush boshlangandan beri İsrailiyaning shimolida 60 bin nafar kishi yurt makonini tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Demak, bayonotda aytilgani va davlat mudofaa ministri Gallantning aytgani bo'yicha aytganda, Hamas İsrailiya urushi bo'ldi. 60 bin İsrailiyalik janub tarafdan ko'chdi yoki boshqa tarafga sargardon bo'lib mangdi. Ashular o'zining oilasiga yurt makoniga qaytib kelmagicha İsrailiya bu qatam bu urushni yoki Livan qaratgan urushni bombardimon qilishni to'xtatmaydi. Demak, bundan O'rta Sharqda ya'ni yangi urush maydoni ochildimi deb savol qo'ysiz vatandosh. Allah partiyasi, Hezbollah partiyasi deydigan bu partiya hozir O'rta Sharqda mush ishni topdi. Endi olsa BBC portlab dedikmi? Bu BBC portlab, uningda o'lib ketgan odamlar necha? O'lib ketgan odamlar buningda yo'q-ku, xabar yo'q-kan buningda. Ba'zisi 3000 dedi, ba'zisi uningdan ko'p dedi. U vaqa 9-oyning 18-kuni yuz berdi. BBC portlaganda sapla Hezbollah partiyasining a'zolarining yanchig'ida, yenida, qo'lida mashina, restoran, o'ltirgan ya ketayotgan yerda o'xshashli vaqtda portlagan gap vatandosh. Buning bilan bu yerdagi bir natija nima bo'ldi desangiz, hozir bu BBC'ning portlashi bilan maxfiy harakat qilayotgan Hezbollah nima deydi? Allah partiyasi oshkor bo'ldi degan gap vatandosh. Demak, telefon nada portlasa, shu Hezbollah partiyasi bor degan gap. Oshkor bo'ldi degan gap. Shundan keyin İsrailiya Livan hujum qildi. Hozirgacha bu BBC voqeasini Tayvanga topmoqda, yana birisi qatnashdi deb baqdi. İsrailiya to'g'ri İsrailiya qildi deb baqdi. Hech kimdan hech qanday sado yo'q. Qayerdan qilingan ishkallik to'g'risida hech qanday gap yo'q. Ishqilib bu qatam O'rta Sharqda yuz bergan yangi voqea sifatida bugun İsrailiya Livanga hujum qildi. Yani Allah partiyasi hujum qildi degan gap.